Namanganda mashinaning kraskasi bor-ku. Bitta detal ozgina kraska bo'lib qolsa ham 500 ming dollarga aytaveradi. Yaqinda Monza oldim. 28 ming kilometr yurgan Monzani 16 400 dollarga oldim. Bozordan chiqishimga biqindan kelib ko'rishdi. Ustaxonaga olib borsa, orqa eshik kraska bo'ladigan bo'ldi. Usta haqqi 500 dollar ekan. Urgan odam, "Aka, men beraman 500 dollarni, mashinangizni qilib beraman" deb 500 dollar pulni berib ketdi. Mashina ustaxonadan chiqdi, 15 kunda chiqdi. Mingim kelmasdan bozorga olib chiqib sotaman dedim. Sotmoqchi bo'lib bozorga olib chiqsam, eng baland qilishgan narx 15 400 dollar bo'ldi. Naqd u mashinadan men 15 kun ichida orqa eshigi kraska bo'lgani uchun 1000 dollar ziyon qildim. Endi sizlarga savol, to'g'ri aka mashinani qilib berdilar, lekin men baribir 1000 dollar ziyonda qoldim. Nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa avariyali holatlarda aybdor mashinani qilib bergandan keyin tan narxi tushishini ham qoplab berish kerakmi, yo'qmi? O'zi asli to'g'ri, tovon to'latish noto'g'ri, lekin shunaqa imkoniyat yo'q insonlar bu holatda nima qilish kerak?